Odera ertalab ketib qo'yganligi uchun Rudra, Adra va Soxa uchanasi ham hayron bo'lishdi. Biroq bu haqda ovqat stolida boshqa gap ochilmadi. Ovqatdan keyin har kim o'z ishi bilan ketdi. Soxa kollejga kelib avval Oderaning sinfi tomon yo'l oldi. O'sha yerda Oderani ko'rib qoldi. Soxa qo'lini ko'tarib Oderani chaqirdi. Odera tashqariga chiqishi bilan Soxa so'radi: "Opa, bugun yolg'iz kelib qoldingizmi? Menga bir marta ham aytmadingiz-ku?" Odera beparvolik bilan javob berdi: "Qani, bir ishim bor edi, shuning uchun kelib qoldim." "Oh, nima ish? Buni sen eshitishing shart emas. Sinfga bor." "Ketyapman. Ketayotganda soqol olib qo'y iltimos. Ertalabgidek qochib ketma." "Mayli, endi sinfingga bor." Soxa ketishi bilan Odera sinf tomon ketmoqchi bo'lganida ro'parasida Raqib va uning do'sti Alamin paydo bo'ldi. O'sha kuni Rudraning tahdididan keyin Raqib Oderaning oldiga kelmagan edi. O'zini Oderadan uzoqroq tutmoqchi bo'lsa ham hech qanday yo'l bilan buni uddalay olmas edi. Hatto bugun uzoqdan Oderani ko'rib, uning oldiga kelmay turishga toqati yetmadi. Avvaliga Odera Raqibni ko'rib hech narsa demadi. Raqibning o'zi gap boshladi: "Odera, men sen bilan gaplashmoqchiman. Ko'p emas, atiga 10 daqiqa vaqt berasanmi?" Odera sinfga bir bor qaradi-da, Raqibga javob berdi: "Sinf boshlanishiga 5 daqiqa qoldi. Tanaffusdan keyin gaplashamiz." Raqib Oderadan rozilik olib xursand bo'lib dedi: "Mayli, men kutaman. Hozir sinfingga bor." Raqib Alamin bilan birga ketdi. Odera xo'rsinib sinfga kirdi. Kollej tanaffusidan taxminan 1 soat oldin Odera haydovchiga qo'ng'iroq qilib, tanaffusdan oldin kelishini aytdi. Peshin vaqtida Rudra ofisdan chiqdi va Oderaning kollejiga keldi. Oderani ertalabdan beri ko'rmagan edi. Undan tashqari necha marta xabar yozgan edi. Biroq hech qanday javob yo'q. Balki sinfda bo'lgandir. Shunday bo'lsa ham Rudraning yuragi negadir g'ichillab turardi. Nihoyat uni o'z kollejidan olib ketish uchun keldi. Ko'p vaqt davomida darvoza oldida turib qoldi. Odera, Soxa hech birini ko'rmadi. Shundan so'ng Oderaga qo'ng'iroq qildi, ammo telefon o'chirilganligi haqida xabar chiqdi. Rudra jahl bilan tishini qisib Soxaga qo'ng'iroq qildi. Soxa esa darhol qabul qildi. Rudra jahlli ovoz bilan dedi: "Xo'y, qayerda sizlar?" "Biz uyga ketyapmiz." "Nimada ketyapsiz?" "Haydovchi kelgan edi." "Haydovchiga kim kelishini aytdi?" "Sizlar bilmaysizlarmi? Men har kuni kelaman." "Bilamiz-ku." "Odera qani?" "Yonida." "Telefonni unga ber." Soxa telefonni Oderaga uzatdi. Rudra jahl bilan dedi: "Har kuni men olib ketishimni bilasanmi? Haydovchi keldi-yu ketib qoldinglar. Va sening telefoning qani? Nega o'chirilgan?" Oderaning qisqa javobi: "Zaryadi yo'q. Uyga borib telefonni zaryadga qo'y va menga qo'ng'iroq qil." Odera javobida ha yoki yo'q demoqchi bo'lmadi. Rudra esa boshqa tomondan qo'ng'iroqni uzib, mashinaga o'tirdi. Odera uyga borib telefonni zaryadga qo'ymadi. U ataylab o'chirib qo'ygan edi. Haydovchi ikkalasini uyga olib keldi. Bugun Odera Soxa bilan ko'p gaplashmay tepaga chiqib ketdi. Xonaga kelib kiyimini almashtirdi, dush qabul qilib chiqdi. Soxa esa shu vaqtda dush qilib bo'lib, Oderani chaqirgani keldi. Ikkalasi birga ovqatlanmoqchi edi. Biroq Odera 5 daqiqadan keyin kelaman dedi. Soxa ketdi. Odera kelib oyna oldida turdi. Sochlarini qoqar ekan, oynada o'zini sinchiklab ko'ra boshladi. Shuning bilan birga Iftining so'zlarini ham o'yladi. O'zicha o'yladi: "Qani, u Rudraga loyiq emasmi? Alloh unda hech qanday kamchilik qo'ymagan-ku. Unda nega Ifti bunday dedi? Axir u Rudrani turmushga chiqishga majburlamagan-ku. Men sizga turmushga chiqishingiz kerak deb aytmaganman. Unda nega men haqimda gapirdi? Rudra o'z ixtiyori bilan kelgan-ku. Men kel deb aytmaganman va sen qolishing kerak ham demaganman." Oderaning yuragi biroz siqilib qoldi. Ifti shunday minglab Oderalar seni olishni xohlaydi deganida Oderaning bag'ri uzilib ketayotgan edi. Ifti uni qanday qilib boshqa odamlar bilan solishtirishi mumkin edi? Buni faqat o'zi biladi. Odera oynaga qarab qattiq ovozda g'udrandi: "Men o'zimni ko'rsatib qo'yaman. Men bunday emasligimni. Iftining meni bepisand qilib gapirishga hech qanday haqqi yo'q. Voy, kerak emas. Rudra akaga men hech narsa munosabat bildirmayman. Agar Rudra aka o'zi qadam qo'ysa, unda hamma bu munosabatda muhabbat bor yoki yo'qligini tushunadi. Va o'sha Iftining bolasini, agar men uni yiqitmagan bo'lsam, men ham Nevaz xonadonining qizi emasman. Otamga aytsam, uning bir tona ham suyagini qo'ymaydi. Meni masxaralab gapirish. Otam meni kamroq sevadimi? Faqat fursat topsam otamga aytib qo'yaman." 15 daqiqadan so'ng Odera pastga tushdi. Kayfiyati umuman yaxshi emas. Anima Oderani ko'rib dedi: "Qachondan beri chaqiraman, eshitmadingmi?" "Yo'q." "Nima bo'ldi?" "O'tir ovqatlan." "Ovqat yemayman." "Nega? Nima pishirding?" "Baliq bor, go'sht ham bor." Odera divanga borib o'tirdi va injiqlik bilan dedi: "Yemayman, biryani yeyman." Anima jahli chiqib dedi: "Jimjit o'tir, ovqatlan. Yana aytishga majbur qilma.
Odera darhol otasiga qo'ng'iroq qildi. Orif Nivaz va Arman Nivaz kabinetida o'tirib, ish yuzasidan gaplashayotgan edilar. Oderaning qo'ng'irog'ini qabul qilib, "Assalomu alaykum qizim, otang qani?" ochiq ovoz bilan dedi. "Salom, Abbujon, qayerdasiz?" "Ofisda. Nima bo'ldi?" Odera to'g'ridan-to'g'ri aytdi. "Men biryani yeyman, ammo u otangni olib kel deyapti." Anima bu gapni eshitib og'zi ochilib qoldi. Bu tomonda Orif Nivaz qovg'ini chimirib dedi. "Hozir yesammi?" "Hozir deganim hozir. Men tushlikda hech narsa yemaganman. Ertalab yegan edim. Hozir och qoldim. Agar biror narsa yesam faqat biryani. Mayli, olib kelaman." "Yaxshi, tez keling." Orif Nivaz qo'ng'iroqni uzib o'rnidan turdi. So'ng dedi: "Men uyga bir borib kelaman." Rudra so'radi: "Biror narsa bo'ldimi?" Orif Nivaz kulib dedi: "Yo'q, biroz borib kelishim kerak. Kelib aytaman." "Mayli, bor." Orif Nivaz ketishi bilan Arman Nivaz kulib dedi. U ketdi. Ehtimol Odera biror narsa olib kelishini aytgandir. Rudra o'ychan ovozda dedi. Odera ertalab ketib qo'yganligi uchun Rudra, Adra va Soha uchanasi ham hayron bo'lishdi. Biroq bu haqda ovqat stolida boshqa gap ochilmadi. Ovqatdan keyin har kim o'z ishi bilan ketdi. Soha kollejga kelib avval Oderaning sinfi tomon yo'l oldi. O'sha yerda Oderani ko'rib qoldi. Soha qo'lini ko'tarib Oderani chaqirdi. Odera tashqariga chiqishi bilan Soha so'radi: "Opa, bugun yolg'iz kelib qoldingizmi? Menga bir marta ham aytmadingiz-ku?" Odera beparvolik bilan javob berdi: "Qani, bir ishim bor edi, shuning uchun kelib qoldim." "Oh, nima ish?" "Buni sen eshitishing shart emas. Sinfga bor." "Ketyapman. Ketayotganda soqol olib qo'y iltimos. Ertalabgidek qochib ketma." "Mayli, endi sinfingga bor." Soha ketishi bilan Odera sinf tomon ketmoqchi bo'lganida ro'parasida Raqib va uning do'sti Alamin paydo bo'ldi. O'sha kuni Rudraning tahdididan keyin Raqib Oderaning oldiga kelmagan edi. O'zini Oderadan uzoqroq tutmoqchi bo'lsa ham hech qanday yo'l bilan buni uddalay olmas edi. Hatto bugun uzoqdan Oderani ko'rib, uning oldiga kelmay turishga toqati yetmadi. Avvaliga Odera Raqibni ko'rib hech narsa demadi. Raqibning o'zi gap boshladi. "Odera, men sen bilan gaplashmoqchiman. Ko'p emas, atiga 10 daqiqa vaqt berasanmi?" Odera sinfga bir bor qaradi-da, Raqibga javob berdi. "Sinf boshlanishiga 5 daqiqa qoldi. Tanaffusdan keyin gaplashamiz." Raqib Oderadan rozilik olib xursand bo'lib dedi: "Mayli, men kutaman. Hozir sinfingga bor." Raqib Alamin bilan birga ketdi.